birinchi qismining davomini anglatamiz. O yer yutqurlarning zulmidan qutuladigan ish bo'lsa, baratma jengi barg'ay. Men bu yolg'iz o'g'limni o'lkaga tutdim. Valla qurup ketsin. Sizga vaqtning keragi yo'q. Haydi o'g'li, yomonlikdan o'zingga hamroh bo'lg'ay. Sen-da qo'lingni qonga paturmoq ekansan-da. Aytinglar-chi, endi qanday qilamiz? Bularning qala harvasida to'shqon tutilganligini unutib qopti urg'ovat. To'mir akamning qabrisiga qarab bosib o'tgan. U qabridan hilmi? Daryo. Hasrat nadomat yoshlari ikki turibdi. Yig'idan qechib, yiqilib o'lguncha maydonda elishib o'lgan yaxshi. Men bir tomchi qinim qog'ich so'qishiman. Dushmanga al bo'ladigan xotin yo'q. Texi onasining qornidan yerga tushmadi. Qomul bo'lgandan buyon bu yurtning beshiga hech qachon mundaq zo'r dahshat kelib boqmagan edi. Chunki bu qitim kelgan 6500 cherikka qamalda qolgan 1000dan ortiq cherikni qo'shib hisoblaganda har 6,5 qomullikqa birdan cherik to'g'ri keldi. Uşaq balalar, xotin qizlar, qeyri churi va og'ir siloq bo'lib, har 6,5 kishining beshida bir cherik qilish o'ynasa, bundan ortiq dahshat bo'lishi mumkin. Shuning uchun butun el yurt xuddi bostirib kelayotgan dahshatli bir kalkunga duch kelib qolgandek qattiq vahima ichida qoldi. Texi yaqindala bir cherikim, bir tomchi qinim qog'icha. Men sizlar bilan bir safda turib oxirgacha jang qilaman. Va'damga xiloflik qilsam, Allohning oldida yuzim qora bo'lg'ay. deb qasam ichgan Majunning dal shu kunlarning bir oydan kechsida qumulni tashlab, butun qo'shini bilan o'z makoniga qarab oldirash yo'lga chiqdi. U yo'lga chiqadigan kechasi oldida qo'l qovushtirib turgan yo'lvosqa mundaq deydi. Sizning men bilan birga ketganingizdan qumulda qolganingiz yaxshi. Xo'jin yozni ko'ryapsiz-ku. O'zining botirligiga tamanno qo'yib, men bilan mo o'zangi so'qishtiryapti. Sizmi ketsangiz, qumul uningga o'ngchi qilib, uzun o'tmay hamma haq uningga agishib ketadi. Men uzoq o'tmay yana kelaman. Shuninggacha xo'jin yozning kushandisi bo'lib turishingiz kerak. Kelgusida Shinjong singni ikkimiz so'raymiz. Siz mening birinchi muavinim bo'lasiz. Mavi 60 yon bu. 200 taxt choy, 50 top raxt. Jonzidiki 70 to'ga sizga qolsin. Ehtiyojingizga ishlating. Qo'lingizdagi qo'ral hozircha sizga yetadi. Yo'lvos uningdan ayrilishga qiymay, ko'ziga yosh elib turib, uning yo'l yo'riqlarini qat'iy ijro qilishga va'da berdi. 3 oy burun Majuning bilan kelganda tangdim to'lisi qilish nayzi bilan qurollangan. Keyin kechki jul-jul, rangi ro'yimi sarg'aygan 400 dek odam endi semiz qichirlarga zambiraklarni so'ritib, o'ynoq bargul otlarga minib, horva-horvalarga zapas o'qdura, miltiq pilimot, ochliq tog'arlari bosgan 2700 kishilik cho'ng qo'shin bo'lib ketyapti. Shu topda bu qo'shin xuddi cho'chaklarda aytilgandek butun bir kiyikni yutib olib, uni singdirish uchun daraxt tubiga o'milib ketayotgan yo'g'on bir yilonga o'xshaydi. Hey, ishongan tog'da kiyik yotmabdi degan shu bo'ldi. Bu tunganni bundoq vafosizlik qiladi deb o'ylamagan ekanman. Endi har kim o'z beshini daldiga olmoqdan boshqa chora qolmadi. Dedi Yusuf Tayji Abduniyaz Mirabqa. O'zlar qaysi toqqa chiqib ketay deyaptilar. Men Bag'dashga chiqib ketay deb o'ylayapman. Shundoq qilib, shahar va yaqin atrofdagi yeziq xalqlari bo'ridan urkib ketgan podadek
qattiq vahimi ichida tasvirlab bo'lg'usiz holda oldirashlik bilan har tarafga pitirab, ko'p qismi tog'larga, bir qismi yiroq xilvat yezilarga qechishga boshladi. Ot ulug'i barlar uloqliq, ulug'i yo'qlar yayoq mengib, qo'liga chiqqan ozroq o'ziqi bilan bir qur kiyim kechaklarini elib, bir oqshomdala uy makonlaridan ayrilib chiqib ketdi. Hatto it mushuklarmi egillarga agishib mangdi. O'choqda qozon qaynoqliq, tekchida chini qochi tizig'liq, etsiz eriqlar yig'iqsiz. Xonanda bo'lsa ochliq tepiksiz bitib qoldi. Necha minglagan kishi yashab kelgan Xuyjing shahri qandoqdir bir sabablar bilan mangolmay qolgan 4-5 uylik kishini hisobga olmaganda, xuddi cho'chaklardagi odamsiz tilsim shaharga o'xshib qoldi. Quyuldab chiqayotgan boshko'z shamolidan boshqa hech qanday ovozmi anglanmaydi. Әтісі таң etiş bilan tangla, çeriklarning bulang-talangi boshlanib, taxminan 300 yillik tarixi ega Vang ordisi bilan butun shahar tutib tashlangan eski chopanga o'xshib qoldi. Orqadan o'rdiga o't qo'yildi. Bu o't 3 kech kunduz kuyib, uning quyuq tutaklari bir kunlik bog'dash davonigacha ko'rinib turdi. 14-bob. Әтiki kun nima bilan boshlanarkin? Tun. 2 qat xotin nima tug'arkin? Zamoni hukmidan nima yag'arkin? Pahlavon Mahmud. Cheriklar bir necha kunlik bulang-talangda o'lja g'animat bilan bir quri to'yinib, xuddi shikardan keyin tumshiqidagi qonni yalab yotgan yirtqichlarga o'xshash qo'rsaqlarini to'mpaytib yetishganda, qo'mondan Jang Pegan harbiy kengash chaqirib, tog'dagi o'g'illarga qachon va qanday hujum boshlash masalasini qo'ydi. Bu kengashga Qumul valisi Ju Dotaymo qatnashdi. Ko'pchilik darhol va umumyuzlik hujum boshlash mazmunida fikr bayon qilishga boshlaganda, sumbatliq kelgan bo'ri ko'zlik, qo'yuq qashliq, o'ttir yoshliq bir kishi hozircha hujum qo'zg'amaslik fikrini o'ttirg'a qo'ydi. Bu Jang Peganning bosh mushaviri Shing Say edi. Nemishqa? Chunki tilchimiz bizga bergan ma'lumotlarga qaraganda, hozir isyonchilarning boshliqlaridan yo'lvoz birer 100 odami bilan qo'raydigan taqqa bekinib olibdi. Shamaqsning varisi Bashir ozroq odami bilan Bog'dosh davonining doldisida jim yotarmish. Abdiniyoz Mirab ora turikda o'z holi bilan bo'lib qopti. G'arib bilan Nurg'ali boshchiligidagi qozoq isyonchilari Borko'l tog'lariga chekinib ketibdimish. Faqat Xo'janiyoz, Soliy Dorg'a, Sodiq Qo'rmol qatorliqlar u yer bu yerda qarshilik ko'rsatayotgandak. Demak, Majonyangning ketishi bilan isyonchilarning beli sunib, sipi parchalanib ketdi. Ondaq bo'lsa, dal bizning umumiy hujum qo'zg'ash paytimiz ekan-ku. Darvaqa shundoq. Lekin shuni unutmasligimiz kerakki, biz tuzdanlikdagi dushmanga emas, qatmuqat tog'lar bilan qo'rshalgan tosh qal'a ichidagi dushmanga hujum qilamiz. Bu tog'larning na jo'grafiyalik muhiti, na yer tuzilishi bizga ma'lum emas. Qo'limizda olqanchilikmi tog' xaritasi yo'q. Bizdan burunqilarning tog'ga qilgan hujumlarda beshi omon qolgan bir Lianjangning aytishicha, u isyonchilar o'z makonlarida xuddi yer osti yo'llarini qiyzab olgan sug'urga o'xshash harakat qildi ekan. Oldingizda ko'ringanni qarg'i ep bo'g'icha orqangizdan gajgingizga otadi ekan. Cherik otidu toshqa, tog'chi otidu boshqa degan qo'shoq bekorga chiqmagan bo'lsa kerak. Bu bir. Ikkinchisi, hozir kuz beshi. Ochliqning ko'p qismi texi etizda. Bizga kerakli ochliq, yem bo'g'iz, ot samanni puxrolar bo'lmasa, bizga kim yetkazib beradi, ha? Albuki, hozir puxroning 3dan 2 qismi tog'larga qochgan. Hukumat sog'lari asosiy jihatdan qurib qolgan. O'rimchi tarafdan ochliq yo'tkashda
18 manzilni besishga to'g'ri keladi. Onun ustiga bu yo'llar nihoyat tinchsiz. Demak, hozircha alam hujumini ikkinchi o'ringa qo'yib, qalam hujumini qo'zg'ash, ya'ni turli vositalar bilan tashviq tarbiyotni kuchaytirib, qochgan fuqarolarni shahar yizilarga qaytishga da'vat qilish, qaytib kelguchilarni papilab turib, ularning qo'li bilan etiz eriqdagi ochliqni qo'lga kirgizib olish, ondan tog' yo'llarini to'sib, sharq, janub va g'arb tarafdan o'rg'oq shakldagi muhosira halqasi bilan qisish lozim. U holda isyonchi tog'liqlar nega boradi? Shimolda tashqi Mongol ularni chigirdim kirgizamdi. Yo'q, ochliq beralamdi. Yo'q, chunki tashqi Mongolning o'zi ochliqqa muhtoj. Uchinchidan, muhosira jarayonida o'zimiz tog' ichiga ichkirlab kirmay, to'p zambiraklar bilan ancha-muncha hayvi ko'rsatib turamiz. Bu taktikimizdan xabarsiz o'g'rilar bizga astoydil qarshilik ko'rsatdi. Natijada ularning qo'lidagi o'q to'rinlari kun sayin xo'rab bir yerga berib qoladi. Bizga ma'lumki, ularning o'q to'ri yasaydigan harbiy zavodi yo'q. Onungacha biz askarlarning qishliq kiyim-kechkini hal qilib olamiz va to'liq tayyorlik bilan kuzlik hujum boshlab, bir yoqdan ochliqni qiynab, yana bir yoqdan pilimotlarimizni ishqa silib, ularning marganligimi va hiliqi sug'ur to'shiklarimi o'ziga asqatmay qoladi deb o'ylayman. So'rindikilarmi Shinsey bilan tanga xirildab kulishdi. Ba'zilar mana bu kishini zamonimizdan Jugil yangi desak bo'ladi ekan, desa, yana ba'zilar Mo'shundoq odam qo'mondonlik qilsa, cho'qim g'alaba bizning bo'ladi. Bir qeri polkovnik ko'zoynigini surtib o'ltirib mundoq dedi. Balli. Janobi bosh mushovirning parostiga barakalloh. O'qigan bilgan odamlar shundoq tafakkur qila oladi. Ahvoldan qaraganda bosh mushovir janoblari Yaponiyaning hozirgi zamon harbiy ilmidan tashqari bizning qadimki jang kitoblarimizdan, masalan, Sunzi Bingfanimi yaxshi mutolaa qilgan ekan. Bu lashkar beshi bo'lg'ichi uchun yaxshi xislat. Ammo lekin meni bu yavoiylarning sug'urga o'xshash harakat qildig'ini yanala andishiga solmoqda. Bosh mushovirning yuqoridagi tadbirlari bu masalani o'zil-kesil hal qila olmasmikin deb ansirayman. Polkovnik janoblarining xotirjam bo'lishini so'rayman. Men heliq Lianjongning gapini anglagandan keyin yerliklardan bir ovchini toptirib kelib, uningdan sug'urni qandoq ovlaydiganligini so'radim. Uning aytishicha, sug'ur ham chechan, ham go'l maxluqkan. U qizil rangga noiti omroqmish. Uni otmoqchi bo'lgan odam bir parcha qizil lotini pulonlatib, tikanga yoki ko'zga chiliq turadigan bir narsaga ilib qo'ydi ekan. Sug'ur ovisidan chiqib, uni ko'rdi ekanda, mastani bo'p, uningga qarab qoladi ekan. O'chi shu paytda o'z ishini tugatdi ekan. Menmo shundoq qizil lotidan bir nachini tepib qo'ydim. Bosh mushovirning ko'zda tutqini nima ekan? Bizmi anglab ko'rsak bo'lamdi? Kechirsiz janoblari. Bu hozircha harbiy sir. Bu yerda aytishga bo'lmaydi. So'rindikilar jim bo'lib qolishdi. Jang Peygan o'zining bu donishmand mushoviriga mamnuniyat bilan qarab qo'ydi. Atisidan boshlab bozor rayonidagi har millat, har soha mo'tavarlardan bir muncha kishilar bir qancha guruhga bo'linib, nurg'un sovg'a salomlar bilan tog' tarafga mengib ketdi. Ular Shinseyning topshirig'i bo'yicha qo'zg'olonchilarning boshliqlari bilan emas, oddiy fuqarolar bilan uchrashmoqda edi. Uzun o'tmay bir muncha kishilar shahar yezilarga qaytishga boshladi. Shundoq kunlarda Abduniyaz Marab tog'nimi tashlab, bola chaqasi bilan Gansu tarafga jabdunmoqda edi. Uning odamlari kang ho'ylig'i cho'ktirib qo'yilgan semiz tugilarga deb yuk ortayotganda, buningdan xabar topgan yurt xalqi g'ovg'a ko'tirib, To'xniyoz zo'r degan kishini uning oldiga kirgizdi. Bu odam yigitlik davrida chilishchilik bilan zo'r atalgan. O'zi hech kimni bo'zaq qilmaydigan, hech kimga bo'zaq bo'lmaydigan,
kimdikin birovni bo'saq qilsa, darhol maydisini kerib chiqib, uning jajisini beradigan, to'g'ri so'zlik, qo'rqimsiz va ko'pincha kishilarni sanlab so'zlaydigan 40 yoshlar chamisidagi egiz bo'yli qatmal odam edi. U qo'shimsini turib uyga kirib kelganda, Abduniyoz Mirob o'zining xotini Nozivona og'ichi bilan oldirab tinib yo'l tayyorligini qilyotdi. Uyning bo'yliga qaragan ishki ulug' ochiq turibdi. Abduniyoz, ishkimiz mushu yurtda tug'ilib birga o'sgan. Sen mo bir gohlarda menga o'xshash kambag'al eding. Keyin ta'lim o'nkilib, boy bo'lding, amal tutding. Bu yig'iliqda o'zing yurtga bosh bo'lib, yo'g'on ishni boshlading. Yurt sening zolim hukumatni qo'litib, bizmo odam qatori erkin kun ko'raylik degan gaping bilan sana agashdi. Neni arla issiqjonlardan kechib, tizichi qon kechdi. Qizil gulning to'qidak, besh atarning o'qidak yigitlar ko'l bayovallarda kipansiz qoldi. Endi yurtning beshiga kun tushganda bizni tashlab nega bormoqchisan? Sarkichig'ida yomon yagi kep qolsa, podini tashlamay, yo'l tepib to'pning oldida mangadi. Sen degan yurtning sarkisi bo'lgan odam. Yo'q, men ketmasam bo'lmaydi. Hoji Niyoz hoji Lodonda Urumchidan kelgan cheriklarga til beribdimish. U meni tutib berishdan yonmaydi. Yolg'on. Cheriklarga til bergan kishi yo'lbos tozga o'xshash jim yetib olmaysa, ular bilan so'qishamdi. Ha? To'g'ochi atrofida cheriklarga tinim bermayotgan kishi kim? Shu hoji emasmi? O'g'o shundoq. Qash ko'zi joyida, ammo chiroyi so'rinrak ko'rinadigan Nozivona og'icha qo'llarini beliga tirab gapga aralashdi. Voy, birdamdali yili chiqqan o'kidek bo'shib ketdilar-ku. Hoji Niyoz tutib bermagandimi, cheriklarning qilichi o'zlarini nadin bo'lsa topmay qo'ymaydi. U gahda hech kim o'zlar uchun beshini qilishga tutib emas. Bo'ldi qilsizlar og'icham. Xotin degan erning ishiga aralashmaydigan nima? Nima deb aralashmoqdayman? Er mening, uy mening. Cheqin chaqmoqmi terakning beshini o'zidi. Har bola kelsa yurtning beshiga keladi. O'zlagi nima endi? Yo'qsa og'icham, yo'qsa. Yiltiz bilan g'ol omon bo'lsa, terakning beshi yana o'saverdi. Yiltiz bilan g'ol bo'lmasa, terakda bosh nima qilg'ay? Al bilan o'lim bajoyiki to'yda tikan. Nima bo'lsaq bilib bo'laylik. İşte o'zlagi gapim yo'q mening. Er mening dedim-ku, bo'ldi. Bu mening ishim. O'zlar bizga uy tutishib berganmi? To'xniyoz zo'r bu xotinning beshamligini, vaqti kelsa esilishdan yonmaydiganligini o'ylab, Astag'firullah deb Abduniyozga qaradi. Abduniyoz uzun kelgan chiroyli soqolini qo'liga yo'gib, bir timq yuk ustida jim o'ltirdi. Hey, sen ermo nima? Og'zingga tangazi tishlamagan ekan, gap qilsang olmamdi. Abduniyoz o'rnidan sakrab turib, uyan-buyan mengishga boshladi. Sirtda varang-churong ulg'aydi. Bizni tashlab nega borgudak? Yurt beshi bo'lg'iniga la'nat unang. Namoz, namoz! Shu arada 15 yoshlardagi bir toz bola qiq xotindan qoqidi. Qiq xotindan qoqidi. deb ikki qo'li bilan yo'tsini shapalaqlab qochib ketdi. Abduniyoz Mirob bo'ylig'i o'qdak etilib chiqib, "Tushir yuklarni!" deb xo'rsinib varqiradi. Nozivona og'icha, Tushirmayman dedim-ku, tushirmayman. deb tuyglarning qishig'i yugurdi. Abduniyoz orqadan kelib to'sdi. Xotini o'zini yerga tashlab, o'nsilib yig'lashga boshladi. Xalq to'pi ichidan kulki ovozlari ko'tarildi. Tuglardan yuklar tushirildi. Xalq tarqaldi. Biroq shu kechasi tong qorong'usida Abduniyozning yuk ortilgan 22 tugisi yurt ichidan o'g'irliqchi chiqib ketdi. Kechqurun egarga singaryan o'ltirib olgan bir kishi mahalladan naqshi etib o'tdi. Abduniyoz Mirob uchbegi hamma ishni boshladi. Ichida idroki yo'q, qamlashtirolmay tashladi. Qamlashtirolmay tashlig'ini, xotini uni boshlig'ini hamma xalq bilib qo'ysin. Abduniyozning yumshoq boshlig'ini.
Bu naqsha bir necha kun ichida butun tog' rayonlariga tarqalib ketdi. Biroq bugun ati ichida taqdirning yana qandoq o'yinlarni boshlaydiganligini hech kim bilmaydi. 15-bob. Pidakor Mahbuba. Ayollar, pidoyilikni tushunib qolmay, o'zini pido qilishni mi biladi? Isi Turgenev. Xo'janiyaz hojining yigitlari Urumchi tarafdan keladigan harbiy karvonlarga xuddi tun qorong'usida qum barxanlari orasidan etilib chiqqan cho'l qoplanidek tuyuqsiz hujum qilib tinim bermayotgan kunlarda Xo'janiyaz cheriklarga til berib demish. degan gaplar xaylili ulg'ayib hojining qo'lqig'imi yetib qoldi va bu gapning Abduniyozdan chiqqanligini anglab u shunda xafa bo'ldiki taram chechilib ketgan soqolini titritib Bu anani lomode degan peti qisqa sopliq mo'ng'ul qamchisini beliga qistirib bir to'p odami bilan ori turikka ot soldi. Biroq amdili yurt ichidan chiqqanda To'xniya sur boshlab kelayotgan bir to'p otliq bilan uchrashib qoldi. Ular hojining to'piga qo'shilish uchun ori turikdan kelayotgan yigitlar edi. To'xniya sur Abduniyozning qandoqcha ketganligini so'zlab kelib, biz uni qo'shqar deb yuribdimiz. U erkak sog'liq chiqib qoldi. Cho'ponsiz qolgan podida kinab yurib bo'rlarga yem bo'lguncha, sening to'pingda jang qilib, mardlarcha o'laylik deb keldik. Hoji Abduniyozga qo'yib, "Xap, to'xtab tur. O'lmasak ko'rishib qolamiz" dedi. dedi-da, To'xniya surlarni o'zining qarorgohiga boshlab keldi. Bu qarorgoh uning yurti Tarati teg'ining janubidagi sayliqqa tutashgan O'riklik degan yerga joylashgan edi. U yerdan tog' teraklari va qirjintallar bilan qoplangan suvliq ho'l bo'ylab shimolga bir qancha chaqirim manganda tog' bag'riga joylashgan O'riklik bog' ko'rinadi. Bu bog'da yangidan mevaga kirgan o'rik ko'chatlari bilan bir qatorda 100 yoshdan oshgan bir necha tup qiyri o'rikmi ko'kirib turadi. Bu bog' O'rta bog' deb ataladi. Hoji ana shu bog'ning yanida bir-biriga yondosh turgan tom uylarning birida tug'ilgan. Uning bola chaqa va urug' jamiyati yilimu shu uylarda yashaydi. Hojining o'zi bo'lsa, urush boshlangandan buyon yuqorida zikr qilingan O'riklik degan yerni qarorgoh qilib, bir kigiz uyda yetib qopadi. U To'xniya surlarni joylashtirib qo'yib, o'zining kigiz uyiga kirib olgan peti bir kech kunduz sirtqa chiqmay yetib oldi. Xo'janiyoz cheriklarga til berib demish degan apqoshli gaplar uning yurgiga tikandek sanjilayotdi. Kuz bo'ronlari osh bo'ridek ansizlik bilan huvlab, kigiz uyining yo'chiqlaridan kirib turadi. Hoji bo'lsa, xeylidan beri ustiri tegmagan o'skilang beshini ishga olqiniga qo'yib, kigiz uyining yerim ochiq to'ngligidan ko'rinib turgan bulutliq osmon partisiga qarab yotadi. Uning yuragi siqilib, fikr xiyoli xuddi kuz bo'ronlari uchirib yurgan g'azongdek chechilib ketyapti. Ga to'xta saypon bilan qora bo'siqning qilgan atkanlari. Tömür xalpining shu chog'dagi g'amgin chiroyi bilan quyuq kirpiklari orasidan temayotgan issiq yoshlari. Ga shopuldagi masjidda qonga melangan manglik bolaning ochiq qolgan ko'zlari bilan bechora so'pi marganning qabristonlikdagi echinishli qiyofati ko'z oldiga kelib yig'lab tashlag'isi keladi. Gahi Lodong urushidan keyin Majungyingning yiliqi ko'l bo'yidagi daraxtlikda soyidab yetib, Pilmotning ikkisini menga qoldiring degan gapi quloq tubida anglangandek tuyulib, qaqaqlab kulib etkisimi keladi. Uning xayoli birdan Urumchi shahrining Nalyang rayonidagi aynak derizalik uylarga ketdi. Mana tamaki turibkisini qo'lidan tushirmay kulimsirab o'ltirgan Tohir. Mana, Novatrang 3-chi kostyumining yonchiqqiga qo'lini selib, qop-qora qo'y ko'zlari bilan muloyim qarab turgan Maqsud Muhiti. Mana, seriq cheki chachlari bilan qisqa burutiga oq sanjilgan egiz bo'yliq, qo'ng'ir ko'zlik Haydar apandi. Kashki, oshu do'stlar hozir yenida bo'lsa-yu, ularning bo'yniga esilib,
Qaranglar. Biz nima degan baxtsiz xalq. Her zaman ağzımız aşkı teger tegmeyla. Beşimiz taşkı tegedi. Bizge hamisha yig'a, yandin, bala qarindoshdan keladi. Qarindoshda, qaranglar. Biz nima degan baxtsiz xalq. Her zaman ağzımız aşkı teger tegmeyla. Beşimiz taşkı tegedi. Bizge hamisha yig'a, yandin, bala qarindoshdan keladi. deb silib yig'lab ikki qornini birdan bo'shitib olsa. Shu arada ayol kishining ovozi anglandi. Osh qo'rsoq yetaveramdilar. Hachi ochig'ini ayolidan olmoqchi bo'lgandek uningga ho'miyib qaradi. Afsuski, uni qiynayotgan bu mishmish gaplarning boshqa yerdan emas, Shilseyning nayrang sanduqidan chiqqanligini. Ya'ni yiliqi harbiy kengashda sug'urni aldab turib etibilishning chorasi deb e'lon qilgan qizil lotlarning biri shu gaplar ekanligini u nadan bilsin. Qo'psila amdi. Qo'polligini qara sen tugining. Men qo'pol bo'lsam, yipakdek sil xilmlarni tepib olurlar. Ay, og'zingdan vaqt soat chiqib ketmasin yana. Chiqsimi chiqur. Men o'zlarining ko'zlariga qachon yaxshi ko'rinib boqqan. Yüzü 15 kunlik to'lin oydek yumaloq kelgan bu oq pishmoq, egiz bo'yliq ayol hojining tunji ayoli olamdan o'tgandan keyin onasining royi va tuqqanchilik munosabati bilan nikohlangan xotini Qamarxon Oyla edi. Aradan necha yillar o'tib, bir ikki bolaliq bo'lib ketgan bo'lsa-mu, hojining ko'ngli bu ayoldan zodi suv ichmay kelyotdi. Chunki Onunğa bu ayol o'zi parqirab turgan bilan issiqi tegmaydigan oyga o'xshash mehri so'g'uq tuyuladi. Qamarxon Oyla bo'lsa, ortiqcha noz karashmani bilmaydigan, hojining xuluq mijozi va shu kunlarda qilayotgan ishlariga ancha qiziqmaydigan soddaroq ayol edi. Shuning uchun bu xotin xuddi oftobda illab qolgan iliman suvdek o'tishadi. Ersimas ishlar uchun pat-patli etishib qoladi. Haji boyiqi ko'ngilsizliklardan keyin o'ndimay o'ltirib g'izalanayotganda, Merul Markan kelib, O'rimchi tarafdan ochliq yo'tkab kelayotgan harbilarning to'g'uchiga yiqilishib qolganligi to'g'risida xabar kelganligini aytdi. Haji o'zining bugun bormaydiganligini aytib, Merul Markanni chopsan menishga buyurdi. Merul Markan bir to'p yigit bilan darhol yo'lga chiqdi. Ular tun qorong'usida to'g'uchiga yetib kelib, kun chiqish taraf sal-pal oqirishga boshlaganda, yiliqi harbilar tushkun qilgan danga tuyuqsiz hujum qildi. Olgan g'animatlarini otlarga yuklab, tog' tarafga chekinayotganda, ularning to'piga bir yigit kelib qo'shildi. Kigiz qalpiqini cho'kirib, belini poti bilan mahkam bog'lab olgan bu oq yuzlik, silva bo'yliq yigit o'zini lopchuqliq bo'siq soqolning o'g'li Xoliq deb ma'lum qildi. Merul Markan yigitning nefis davlari orasidagi o'nchilik yaltiroq tishlariga, kigiz qalpoq ostida yerim ko'rinib turgan shahlo ko'zlari bilan oq suzuk yuziga qarab, "Hajatmi sohib qiron yigitga" deb o'yladi-yu, ovozining ayollarninkidek inchikligiga sal hayron qoldi. "Ha, otqigo muhtoj ekansan, ukam. Miltiq etib taqqanmi?" "Yo'q, endi o'ginib olaman." Xotirjam bo'l, ukam. 2 kun ichida pustim mergan bo'lib qolasan. Demakchi, bizga qo'shilguningga ota-onang rozimi? Ota-onamning duosini ilib keldim. Yaxshi bo'pti. Hey, o'chirkanto. Mo'ranga isolgan miltiqdan birini mavi yigitga ba. Pah. Qiz bo'lib qolgan bo'lsang, hammani oshiqi beqaro qilib olar ekansan, ukam. To'lig'ini yig'. dedi Merul Markan ochiq qilib. Ondan yigitning qo'lidan miltiqini elib, "Mana, bunda qilasan" deb ot ustida ketib o'tibla o'gitishga boshladi. Oqshimi yigitlar lovuldab yinib turgan gulxon atrofida yig'ilishib, naqshi aytishib o'yin chaqchaq bilan o'ltirishganda, yiliqi Xoliq degan yigit asta surilib, Merul Markanning qishig'i keldida, oqlatiga o'ralgan bir narsani uningga uzatdi. "Buni hoji akamga berib qo'ysilar." "Bu nima?" "Dadamning hojimga avatgan muhim omonati.
Ig'ir ko'misila hozirla akirib asili obdan bo'lar edi. Ammo nemishqidir uning qo'li titrayotdi. Shuning uchun bo'lsa kerak, Merul Margan uning chiroyiga diqqat bilan qarab olib, yiliqi narsani ostan qo'liga oldi. Bu yepak yog'liqqa o'rab, sirtidan tikib tashlangan qo'yun daftaridek yenik bir narsa edi. Merul Margan uyga kirganda, Hoji sham yo'rqida o'zi yolg'iz Qur'on o'qib o'tirdi. Bu o'zlariga tegadigan muhim omonatkan. Hoji yog'liqning yeplarini qalamtirish bilan so'kib ochganda, uning ichidan qat-qat qog'ozga o'ralgan bir parcha xat chiqdi. Bu xat alohida patlangan qilin xotan qog'oziga qo'mish qalam bilan dona-dona qilib yozilgan. Ammo hech qanday imzo qo'yilmagan 20 chuqur beyt edi. Hoji Merul Marganga qarab qo'yib, diqqat bilan o'qishga boshladi. Tutildi 100 muhabbat birla noma. Agar o'lsak ham tirilsa yotnoma. Muhabbat nomi qildi bu gadoyim. Degach qulluq salom birla duoyim. Meni kim so'rsa, nimjon tirikman. Zamona o'qidim, yarador kiyikman. Tenimda shum raqibning tig' yarasi, dilimda qaynagan qisos nidosi. Qachon sizni ko'rmak bo'ldi iroda. Ko'ngilga tushdi o't ondin ziyoda. Bu o't do'zax o'tidan ming yomondir. Tenim jonim shu o't ichra samondir. Meni ayib atmang, ey pahlivonim. Mening hech qolmadi sabru qarorim. O'zim tulman, ko'zimda liq-miliq yosh. Xudo qilsa sizga meni yo'ldosh. Chechim birla supursam yo'lingizni, tavob qilsam qilish tutgan qo'lingizni. Ozod erkin yashash shuoringizdir. Qumul ahli hamma hamkoringizdir. Muhabbat nomi qildi bu gadoyim. Aman qilg'ay siz hojimni xudoyim. Bu beyitlarni o'qib bo'lguncha hojining chiroyi necha o'zgarib, qog'oz tutgan qo'llari titrab ketayotgandek ko'rinadi. Merul Margan bu nima xat bo'lg'iydi? Uni muncha beorom qilg'idak deb o'ylab turganda, hoji uningdan bu xatni kim berganligini so'rab qoldi. Merul Margan ahvolni qisqacha bayon qildi. O yigitni chopsan chaqirib kel. Merul Margan boyiqi Gulxon yenidagi yigitni topolmay, xoliq deb to'lashga boshladi. Hatta so'zilib yetib uxlayotganlarga birma-bir qarab chiqdi. Bu Gulxondan uni topolmag'achqa boshqa Gulxonlarga berib keldi. O'shir kantoni uchritib uningdan so'radi. Shu arada hojimu kegiz uydan chiqib, Merul bilan birga uni izladi. Yigit hech yerda yo'q edi. Oxir bir yerda uxlab qolgan o'xshaydi. Ati bir gap bo'la. Deyishib, har ikkisi o'z joylariga qaytishdi. Amaliyotda bo'lsa, xalq ulardan bir necha qadam neridagi qo'ram tashning tubida hamma gapni anglab jim yotadi. Baya hilqi xatni hojining qo'liga tekkizishga oldirgan va hoji xatni o'qigan hamon meni qichqartdi deb kutib turgan bu yigit endi nemishqikan uning ko'ziga ko'rinmaslik uchun xuddi ovchidan qochib qutulgan to'shqandek dir-dir titrab tosh tubida tugilib yotadi. Qilgan ishiga pushaymon yegandek nefis lazlarini tishlab ichida astag'firulloh deydi. Hojilar uyga kirib ketgandan keyin u o'rnidan dast qo'pib kelgan yo'li bilan ketmoqchi bo'ldi-yu, yana bir dala bu fikrdan yenib joyiga yetib oldi. Asta-asta tarqalib ketayotgan bulutlar orasidan goh yo'qolib, goh ko'rinib, xuddi do'lqinliq dengizdagi yolg'iz yelkandek uzib yurgan to'lin oyga qarab, o'ksib-o'ksib yig'lashga boshladi. Tog' shamollari uning ko'z yoshlari bilan namlangan yuzini asta siypab, poyonsiz cho'lda kesib yuradi. Shalanglab qolgan bulutlar orasida anda-sanda ko'rinib turgan yulduzlar uning yoshliq ko'zlariga o'xshash chimildab turadi.
Kigiz uyda bo'lsa, Qamarxon oila hojining uyon o'rilib, buyon o'rilib yotolmayotganligini sezib, bir necha qayta g'udong'ishadi. Hoji uningga parvo qilmasdan hamon o'z xiyollari bilan band edi. Demisimi, bir ayol kishining tasodifiy holda mundoq ochiq muhabbat izhor qilishi u zamonlarda hojiningla emas, boshqa erlarning hayotida ko'rilib boqmagandir balki. Yana kelib, bu odatdagi muhabbat nomi emas, balki zulmga qarshi adolat va erkinlik bayrog'ini qo'mul ahli bilan teng ko'tarib, butun vujudini inqilobga pido qilmoqchi bo'lgan bir ayolning yolg'onlik murojaat nomisi. Ayollar dunyosi nomahramlik paranjisi ichida insoniy haq-huquqi va iqtidordan mahrum. Hatta o'zining maqsad irodasini yoshirin tutishga majbur bo'lgan bir zamonda bundoq erkin fikr, shijoat sohibi bo'lgan ayol kim bo'lg'aydi? U hojining bo'lajaqliq kishi ekanligini bilmamdikin, ha? Agar bilib turib bu ishga jur'at qilgan bo'lsa, oqibatini o'ylamaganmikin? Yo'q. Bu odatdagi ayollardan emas. Balki hammani tushunadigan. El yurtning o'rtaq umid orzusi uchun o'zining barliq shaxsiyatini qurbon qilib, beshimga har bola kelsa o'zimning sho'ri deyman deb, shijoat kamirini mahkam bog'lagan bir pidokor ayol bo'lsa kerak. Tong otdi. Hoji sirtqa chiqqanda Nurulmargan yiliqi yigitni boshlab kelyotdi. Yigit hojini ko'rish bilan villada qizirib ketib, darhol salom berdi. Hoji salomni ilib bir nima demoqchi bo'ldi-yu, bu yigitning chiroyi o'ziga to'nishdek bilinib, uningga qaragan peti turib qoldi. Shu hamon Jinshurining Judotega yozgan yiliqi dahshatli xatini bir qancha nusxa ko'chirib tarqitish vaqtida to'p ichida turgan silva bo'yliq, oq yuzlik mulla ayol. Ya'ni Qosim Xotanning Husnxat va nazm yoza oladigan qizi Xalchixon ko'z oldida namoyon bo'ldi. Hammamiz qon kechayotgan mushundaq kunlarda o'zda xotin ustiga xotin ilyaptilar. Zodi hech qaysiriga ishongil bo'lmaydi ekan. Shigit so'zidan, yo'lbos izidan yanmas. Men bir tomchi qinim qog'ich so'qishiman. Düşmanga el bo'ladigan xotin ya. Texi onasining qornidan yerga tushmadi.